Sizni e'tiborsizligingiz farzandingizni farzandsiz qilib qo'ymasin. Yosh oilalarimizga yana bitta murojaatimiz bor. O'g'il farzand dunyoga kelgandan keyin ko'pchiligi o'sha tuxumchasini o'zini qopchasiga yorug'iga tushishini nazoratdan chetda qoldirishadi yoki e'tibor berish mumkin, cho'miltirayotgan paytda bitta tuxumchasi yo'q ekan. Vrachlarga murojaat qilishadi, ayrim shifokorlarimiz yosh kattalashgandan keyin sekin tushib ketadi deyishadi. Shu narsaga chalg'ib qolishadi. Shu narsaga chalg'ib qolmang. Ya'ni katta bo'lganda o'zi tushib ketar ekanda be'etiborsizlik qilib qo'ysangiz bunga oqibatlari yomon bo'lishi mumkin. Ya'ni bola 2 yoshgacha har xil adabiyotlarda har xil deyishadi. Iloji boricha 2 yoshgacha to'liq tuxumchasi agar yorug'iga tushib bormagan bo'lsa, bu tepada qolib ketgan bo'ladi. Agarda tuxumchasini ikkalasi ham tepada qolib o'zini yorug'iga tushmaydigan bo'lsa, bu 100% holda farzandsizlikka olib keladi. O'shaning uchun e'tiborliroq bo'lamiz. Bolani agar bironta tuxumchasi teparoqda bo'ladigan bo'lsa, dinamikada kuzatib borish kerak. Kerak bo'lsa, har oyda vrachga olib kelib yoki uziga olib borib doppler qilib tuxumchasini ko'rib turish kerak bo'ladi. Razmerlariga e'tibor berish kerak bo'ladi, joylashgan joyiga e'tibor berish kerak bo'ladi. Ayrim paytda tushib, ayrim paytda ko'tarilib ketishi ham mumkin. O'shani ham e'tibor berish kerak bo'ladi. U uchun yaxshi mutaxassisga, urolog mutaxassislarga olib ko'rsatishlarini maslahat beraman. Bu juda ham katta ahamiyatga ega. Ya'ni yana ta'kidlab o'taman, bu kriptarxizm deyiladi. Juda ko'p foiz holda farzandsizlikka olib keladi. Sizni e'tiborsizligingiz farzandingizni farzandsiz qilib qo'ymasin. E'tiborliroq bo'ling, sog' bo'ling.